Agar sizni ortiqcha vazn qiynasa, kuchli qabziyat, qandli diabet, yuzlaringizdagi toshmalar ancha yillardan beri sizga muammo bo'lib kelayotgan bo'lsa, u holatda men aytgan bargdan foydalaning. Bu aloe vera barglari. Aloe barglarining asosiy foydalaridan biri bu hazm qilishni yaxshilaydi, oshqozon ichak tizimini tozalaydi, qabziyatni oldini oladi, immunitetingizni mustahkamlaydi, organizmingizni infeksiyalardan himoya qilishni boshlaydi. Agar terilaringizda muammolar bo'lsa, yaralarni bitirish, kuyish, husnbuzarlik, ekzema uchun ham juda ham foydali mahsulot hisoblanadi. Qoningizni tozalab beradi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi, organizmingizdan zararli toksinlarni chiqarishni boshlaydi. Aloe vera yallig'lanishlarga qarshi eng samarali vosita hisoblanib, ichki va tashqi yallig'lanishlarni ham kamaytiradi. Tanani suyuqlik balansini saqlab beradi. Eng muhimi esa qonda shakar darajasini me'yorda ushlab turadi. Shuning uchun ham diabet kasalligida aloe juda ham keng foydalanadi. Agar siz aloe verani qanaqa ishlatishni bilmayotgan bo'lsangiz, hoziroq meni kommentariyamga aloe so'zini yozib qoldiring. Men sizga direktdan aloe haqidagi eng foydali ma'lumotlarni jo'nataman.